O'zbekiston ot sportini dunyoda birinchi o'rinlarga olib chiqqan inson Bahromjon Gaziyev. Gaziyev 2018-yilda zamonaviy beshkurash federatsiyasini ochib, 2019-yilda Yaponiyada bo'lib o'tgan Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlariga ikkita litsenziya oldi. 2024-yilgi Fransiyada o'tkazilgan Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga esa bitta litsenziyani qo'lga kiritdi. Gaziyevning ot sporti jamoasi 3 marta Barselonaga va 3 marta Jahon Kubogiga yo'l olgan. Shuningdek, 3 marotaba Osiyo o'yinlarida ishtirok etdi. 2019-yilda O'zbekiston yilqichilik va ot sporti federatsiyasi prezidenti etib saylangan Bahromjon Gaziyev 2020-yilda O'zbekiston polo federatsiyasini, 2024-yilda Chovken federatsiyasini va tenpegging va ot ustida kamondan otish federatsiyalarini